Tekstler. Hemisi tekstler. Lekin qachon? Sen şükre degende. Men qaysi ko'rib ketgan rohatlarimni shukr qilaman. Ha? Qaysi rohatlarimni shukr qilaman men? Oh. Ailen, balan, ata-anan var. Tenan salamet. Sen bununla şükür kılamagan bolsan, küçkünün dozaq. Lekin bizga hammada mo'yin bo'layotgani hozir pul. To'g'ri. Pulga nurg'un narsani setib olib bo'ldi. Bekchiq narsani setib olib bo'ldi. Lekin baxtli oilani setib olib bilamda. Puling bo'lib, ro'ying namarat bo'lsa, o'zingni bir umr bo'yi hisoblayolmaysan. Hey, seni birasiga muhtoj qildimmi? Hech oyimni bo'yningni qisdimmi? Rizq taqdir degan azalda taqsimlangan bo'ladi. U hech qachon taqdirdan tashqari emas. Har ish soati bilan bo'ladi. Yana deymanki, sabr qil, shukr qil. Sabr. Bo'ldi, men bu gaplarni qilmoq endi yeta. Men bir tarafdan ishlab, bir tarafdan bola beqib, bir tarafdan uyni tutib, men charchadan odim. Endi gap endi qo'yib ketsin. Men bundan keyin anangizni oldida xabar yeb bulamayman. Mening onammi? Mening onam ben bu dünyada ko'rgan en güzel ayol. Mening onam ben bu dünyada ko'rgan en yaxshi ayol. Mening onam men hayotli bo'lsam bundan keyin sana muhtoj bo'lmaydigan ayol. Yaxshi angla. Anam ba, men ki bu uyda sen ba. Anamdan keçiş bir qadam, senden keçiş 1000 qadam bo'lsa, men shu senden keçidigan 1000 qadamni tanlayman. O'zimning sizning oldingizda qanchalik hurmatim borligini bildirib qo'yganingiz ko'pdan ko'p rahmat. Bilimi? Sen o'zingning hurmatlanib yashashni orzu qilsan. Ammo unutib qolma, men o'zimni hurmatlanishga loyiq odam deb qarayman. Lekin men endi bu jafolarga bardoshlik berolmayman. Bugun dadam uyga keldi. O'zimda hamma ko'rdik. Vay. Dada. Hay, yakma aldım o. Yok, undaq emas dada, men hozir qalmoq istedim. O'zim boralayman ansirma. Yo'q, xush bo'layman. Dadam uyga qaytib keldi, hozir qilsaq bir hafta bo'ldi. Mening buni o'yladığım yo'q. Lekin shu atrofimdagi do'stlarim uyimizni ahvoli. Do'stlarimning uyi boshqa. G'imi boshqa. Yotadigan go'ri boshqa. Biz qizigan bir kunni talishib, yolvorib, talmirib, baslashib oladigan narsamiz. Endi dadamga o'zingiz telefon qilib tushuntirib qo'ying. Sening dadam, ham mening dadam. O'zining ketishini loyiq topgan bo'lsa, men uning rozilik uchun seni to'smayman. Ammo bir shart, baliq qiladi. Qolgan qara o'zingda.
80 yillarda tug'ilib, oz kam 30 yoshimga kelguncha turmushning og'ir besimida o'zim yaxshi ko'rgan odamlarning baxti uchun chekmagan jafo, tatmagan izo qolmadi. Ba'zida o'ylab qolaman, bir bo'g'ichi tirishchanlik, mas'uliyatchanlikdan boshqa yana nima qilish kerakdir? Her gün, her işimde rızkımga yozilganini ko'raman. Jon tanda turibdi. Ümidim şu ki, oxirgi nafaslargacha tirishib, bir layoqatli er sanalg'icha nervamning sog', botinimning salomat bo'lishini tilayman. Shukr. Maka. Ana? Baba. Hayatta bir ömür ütelemsen men bilen, baxtiga jiroqda kütelemsen men bilen. Kulki degan her vaqt jig'i bilan bir tuqqan, yig'laganda tan yig'lar, külelemsen men bilen. Kulki degan her vaqt jig'i bilan bir tuqqan, yig'laganda tan yig'lar, külelemsen men bilan. Hayat go'yo bir safar, buruni bor yomg'irlik, cho'lda qolsam buranda, tunalamsan men bilan. Hayat go'yo bir safar, buruni bor yomg'irlik, cho'lda qolsam buranda, tunalamsan men bilan. Yetolmaydi hiç kimin azabı yok hayatni, kelsa boshqa dard alam, judalamsan men bilan. Yetolmaydi hiç kimin azabı yok hayatni, kelsa boshqa dard alam, judalamsan men bilan. Atana en ulug, şunu deymen ularni, bu yamini süygandek, süyelemsen men bilen. Atana en ulug, şunu deymen ularni, bu yamini süygandek, süyelemsen men bilen. Ne kısmet var başında, bir gün ecel yetkende, bu dünyadan vazgeçip gidelemsen men bilen. Ne kısmet var başında, bir gün ecel yetkende, bu dünyadan vazgeçip gidelemsen men bilen. Dünyadan vazgeçip
Ketelemsen men bilen, ketelemsen men bilen.